Bu javob beraveradi. Mana aka Qamash tumanida Balandchayla qishlog'iga 1 yil oldin dori qo'yilgan. Mana yegan joylari. Mana aka o'zlaridan suhbat olyapmiz. Aka nima bo'lgan? Siz qayerdansiz? Qamash rayonidan men. Aha. Balandchayla qishlog'idan. Aha. Ism familiyas? Saodatov Yusuf. Ha, yaxshi, rahmat. Nima bo'luvdi siz Rahim aka? Buni bir 5-6 yildan beri shunday vaybak yeb, taxtalarni yeb tugatdi mana. Reka ham qolmadi, istirapilasi ham qolmadi. Hozir qanday? Dori qo'ydirdingizmi? Dori qo'ydirdingizmi? Televizordan reklama qilib qoldi. Dori beradigan yigitlarni. Keyin bizlar telefon nomerini oldik-dan telefon qiluvdik. Akalar keldi. Kelgandan keyin menga qo'yib berdi. Aha. Natija qanday? Umuman vaybak ham yo'q, hech bala yo'q. Yo'qolib ketdimi? Yo'qolib yo'qsamib ketdi. Telefon nomeringizni aytib oling. Telefon nomerini aytay. Telefon nomerida. Telefon nomeri. 91. Aytingiz. 91lik 953 953 04 93 04 93. Bo'ldi, rahmat sizga. 93.